Ramazon yaqinlashganda qilinadigan duolar. Bismillahirrohmanirrohim. Allohim, muborak Ramazon oyi tashrifini barcha musulmonlarga xayr va baraka tashrifi etgin. Allohim, bizning ro'zalarimizni, namozlarimizni, qiyomlarimizni qabul ayla va gunohlarimizni mag'firat etgin. Albatta sen G'afur va Rohim zotsan. Allohim, bizni muborak Ramazon oyiga yaxshiliklarni yo'qotmagan va g'animat fursatlarni o'tkazib yubormaganlar qatorida rohat, xotirjamlik, salomatlik va ofiyat ila bu oydan bahramand bo'ladigan holda yetkazgin. Bu oyni biz uchun sho'ng'ib ketganimiz gunoh ma'siyatlarning yakun topishi qilgin va o'zing bizdan rozi bo'ladigan va bizni ham rozi qiladigan ibodatlarni ado etishimizda yordam bergin. Ey bandalarning Robbisi, biz sendan ushbu muborak oyda bizning gunohlarimizni mag'firat qilishingni va bu oyni bizga barcha yaxshiliklarning boshlanishi etishingni va bu oyda baraka, keng rizq ila rizqlantirishingni, bo'yinlarimizni va biz sevganlarning bo'yinlarini do'zaxdan ozod etishingni so'raymiz. Allohim, ushbu muazzam Ramazon oyini qalblarimizni shodlik va quvonchga to'ldiradigan, g'am tashvishlarimizni ketkazadigan oy etishingni va ushbu oyda barcha xayr, yaxshiliklarni nasib etishingni so'raymiz. Allohim, bizni kitobing xatmiga, namozxonlarning duolariga va taroveh namozlariga yetkazishingni so'raymiz. Allohim, bizni va bizning suyganlarimiz, yaqinlarimizni muborak Ramazon oyiga yetkazishingni va u oydagi xayr va saodat ila rizqlantirishingni va bizdan namozlarimizni, ro'zalarimizni qabul etmog'ingni va bizga do'zaxdan najot bermog'ingni so'raymiz. Yaqinlashayotgan Ramazoni sharif barchamizga muborak bo'lsin.